Yangi zakazlar juda ham ko'pgina zakazlar kelgan. Mana hattoki sig'madi. Sig'maganlar birini ustiga bu yerda ham bor. Hozir bir boshdan tezda ko'rsatib beraman. Hammasini narxlarini qo'yib chiqaman kecha. Endi obzorni ham qilib beraman. Dalbani ton beradigan SPF dan keldi. Bundan oldin 2 xil 3 xil keladi. Bu yerda bittadan sotiladi. Shunaqa nabor bo'lib chiqqan uchun arzonroq narxda keldi. Bo'lmasam 300 mingdan oshiq SPF bu. Hozir 250 mingdan. Yuzga ozroq oqartirish hissi beradi, lekin yengil turadi yuzda. Eng zo'r SPFlardan biri. Keyin juda ham ko'p SPFlar kelgan. Keyin mana bunaqa naborchik kelgan, 4 dona xolos. Bu yerda gidrofilkasi bor. Biplayinda penkachasi bor. Gidrofil maslasi 200 ml. O'zi ham zo'r narsa bu. Biplayinda o'zi bir xilligilar o'zlari bilishadi zo'rligini. Narxi doim qimmat bo'lgani uchun buni zakaz qilmasdim. Bu safar shunaqa naborchik bilan kelgani uchun ichida penkachasi bilan, mana penkani kichkinasini o'tgan bir shunaqa nabor bo'lib chiqqanda, unda 3 ta penkasi bo'lib chiqqandi. Har xil razmerda. Shunda ishlatib ko'rganman. Haqiqatan ham zo'r mosh tarkibida bor. Zo'r o'chiradi, yuzingizni sveja qilib qo'yadi. Hozir bir ikkitasi zanit, yana ikkitasi qoldi shekilli. Keyin Toridan SPF dan kelgan. Bundan o'zi bor edi, yana zakaz qilib qo'ydim, chunki bu haqiqatan bu ham shunaqa nabor bo'lgani uchun ikkita SPF arzonroqqa to'g'ri kelgan. 60 ml pantenol bor, yengil yuzda turadigan SPFlardan maza qilib ishlatmaslar. 60 ml. Xo'p, narx bilan qo'yib qo'yganman buni ham 160 ming. Mana bu yana bitta SPF, Surmezikda Azulian tarkibida bor SPF. Bu tinchlantiradi, sezuvchan yuzlar uchun chiqarilgan, boshqa yuzlarga ham zo'r tushadi. Idishi ham o'sha zo'r. Mana bunaqa tuxumchaga o'xshaydi. Mana buni ochsalaring 3 bo'ladi. Shu ichidan essalarni chiqaradi SPF-kasi. 50 ml 150 ming. Zo'r SPF-lardan biri. Keyin bundan keyin zubni pasta keldi, koreyskiy oqartiruvchi. 50 mingdan Goodale'da SPF'lari kelgan, qaranglar. Mana shu Goodale'da emas, ko'p sotamiz. Bu ham shunaqa ikkitali bo'lib, nabor bo'lib chiqqan. Bittadan sotamiz 160 mingdan. Keyin ichida bitta zo'r narsasi bor ekan. Telefonga yoki u yerga yopishtirib olsa bo'ladigan. Mana telefonimga yopishtirib oldim. Ikkita hayvonchasidan bunaqa nakleykalar bor ekan. Bunaqa nakleyka ham bunaqa qog'oz emas bu, bunaqa qalinroq xullas mana shunaqa. Ko'rdingizmi? Yopishtirib olganim. Xullas mana shu SPF dan mineralniy SPF yuzda yengil turadi, sezuvchan yuzlarga ham zo'r tushadi. Shunaqa SPF olganlarga ikkita qo'shib beramiz. Borlaringga berasizlar, qizlaring bo'lsa, qiz bolacharoq emas. Mana shuni ton aplik SPF ham kelgan, ton beradi yuzda. Bunaqa ton aplarda ko'proq quruq yuzlar yaxshi ko'rishadi, quruq normal. Yog'li yuzlar bunaqa tonsizni yaxshi ko'rishadi. Lekin og'irmas, yengil turadi yuzda, ozroq yuzingizga rang beradi. 160 mingdan kelgan. Frodiani byudjetniroq SPF dan, yashildan, uzumligidan yog'li yuz uchun o'sha zo'r SPF. O'zi ham ko'p sotganmiz. Hamma narsamiz 100% original. Koreyaning primoy zavodlaridan, keyin Olive Young degan mana bunaqa naborlar, mana bular bunaqa zavoddan emas, aynan Olive Youngning koreyskiy magazin bor. Shunda skidkada jo'natib berishadi bizga. Mana bu yerda shtrix nimasi bor, programmalar bo'ladi. Shu programmaga ursangiz chiqib beradi. Hammasi bemalol o'zlaringiz tekshirib olsangiz bo'ladi. Frudia SPF dan keldi. Bunisi namlantiruvchi 50 ml 90 mingdan. Byudjetniy bo'lgani bilan zo'r SPFlardan. Mana bu pomidor tonerimizdan keldi. Poralarga qarshi. Tugadi, yana zakaz qildik. Tugagan narsani tez-tez zakaz qilaveramiz. Selimaxda BH penkasi o'g'rilarga qarshi yog'li yuzlarga zo'r tushadi. Frudiani Siyog'ran 75 mingdan. Mana bular 110 ming. Bo'lam 75 ming. Penkalar keldi. Mana penkamiz ham yaxshi ko'rishadi. Yashil choylik
nima qiladi. Bu Centellasi bor, yashil choy bor, shilliq qurti bor. Yog'li kombi yuzlarga rosa yaxshi tushadi. Bir nimalar hozir tashlab ketishim mumkin. Narsa ko'pligidan Medipil'da enzimli pudrasi bor. Enzimli pudra yuzni chuqur tozalashga ishlatiladi. Choy daraxtlik 150 mingdan, mana bunaqa penkachamiz bor 65 mingdan. Mishani Gyaluron 100 ml kichkina versiyasi buni. Kremimiz bor, Medipil'da keldi. Buni ham ko'p sotamiz. Yana zakaz qilamiz o'rniga 160 ming. Shibatirda baza ham beradi, ham namlantiradi. Maxsus texnologiya, paravoy texnologiyada ishlab chiqariladi. Bunisi yog'li kombinirованный, bunisi quruq normal bizga, keyin buni pushtisi ham bor. Mana bu yerda pushtisi ham bor, bir korobka. U quppa quruq yuzlarga tushadi. Likatoni, enzimli likatoni ham uходовый narsalaridan. Mana shu enzimkasi zo'r chiqqan vitamin C-lik. Yuzni zo'r tozalab beradi. Gram ham ko'p, maza qilib ishlatasiz, oilaviy ishlatsangiz ham bo'ladi. Mana bu krem haqida gapirmoqchi edim. Bu krem vosk anti-treshin. Haqiqatan tanangizda yoki badaningizda juda ham qurg'ulashgan, juda ham anaqa treshina, yorilgan joylaringiz bo'lsa, misol uchun tirsagingiz bo'ladimi yoki tizingiz bo'ladimi, misol uchun tovoningiz bo'ladimi, shu joylarga zo'r ta'sir qiladi. Men buni rosa ham ko'p internetlarda videolarini, o'ziflarni ko'rganman. Lekin unaqa qimmat emas. Chang bo'pti. Bitta dona qoldi. Kelishi bilan o'zi 5 ta keladi, 4 tasi sotildi. Yana zakaz qilib boramiz. Keyin buni bu yerga qo'yib turaylik. Selimax'da mana Dual seriyasi, bu penkasi quruq sezuvchan yuzlar uchun. Zo'r geliy penka, quruqlashib ketgan sezuvchan yuzlar bo'ladi yoki просто quruq yuz. Обязательно quruq yuzda shunaqa yaxshilab zo'r namlantirsalaring, anu ajinlar ham, yuz quruqlashganlar ham tushadi. Serizni postoyanno zo'r namlantirib, oziqlantirib tursalaring, shu ajinlar ham yoyiladi-da. Keyin har safar mimika qilganingizda ajinlaringiz undan battar chuqurlashib ketaveradi. Shuning uchun doim oziqlantirib, namlantirib turish kerak. Ayniqsa quruq yuz. Bu svirtkasi, bu toneri. Buni полный seriyasi bor bizda. Narxlarini qo'yganman. Qatdan yozsak bo'ladi, qanday zakaz qilsak bo'ladi deganlar. Mana gruppa, mana shu videoning tagida kommentariy bo'ladi. Shu kommentariyda birinchisida Telegram kanal silkasini qoldirganman. Keyin videoning описанияsi degan joy bo'ladi. Shu yerga kirsalar ham silkalar bor. Silka degani ko'k yozuvlik yozuv bo'ladi. Shunga bitta bossalaring Telegram kanaliga tushasizlar. Bemalol admin qizlarga yozsalaring bo'laveradi. Shu yerda admin qizlarga ham nimalar zakaz uchun yozib qo'ygan joy bor. Keyin mana bu SPF dan kimga yaxshi? Birinchidan hammaga yaxshi, yosh bolalarga ham ishlatsa bo'ladi. 200 ml Derma-B dermatologicheskiy brend hisoblanadi. Tarkibida MLE modda bo'lgani uchun yuzda umuman tanani quritmasdan zo'r tiklab beradi. 200 ml SPF, maza qilib ishlatasizlar, himoyasi ham zo'r. Yosh bolalarga 27-yilgacha, yosh bolalarga ham, kattalarga ham bemalol ishlatsa bo'ladi, yengil turadi. 220 mingdan. Bundan boshqa keladimi, yo'qmi bilmayman, xullas. Mana bu pudrani ham kimdir so'radi, Lirikayda haqiqiy original pudrasi zapaskasi bilan Medicube hozir populyarniy bo'lishni boshlagan. Mana shu yili buni kremlari zo'r chiqyapti, apparatlari chiqyapti, yuzda massajyorlari. Mana bunisi glutation, niacinamid qo'shilgan 5%, ikkalasidan ham svirtkasi oqartiruvchi. Bundan keldi, soni ham kam, shu xolos. Keyin Yeptan niacinamid 3% tonerdan keldi. Gyaluron tonerdan, bu byudjetniy tonerlar hisoblanadi. Narxlari 120 mingdan. Keyin mana bu SPF ham oldin rosa ko'p sotgandim. 70 ml. Ozroq ton beradi yuzga, lekin zo'r SPF yaxshi ko'rishadi, shuni ko'p so'rashadi. Bundan keldi. Hozir buni tagida o'qiyni nabori, ichida SPF bu nimalar bor. Ko'rsatganman ko'p. O'tgan safargi video hozir buni ko'rsatib o'tirmayman. O'zi 5 dona kelibdi. Rasmi bilan qo'yganman. O'qiyni SPF, penka emulsiya, yana tonerchasi bor. Keyin mana bu Centellani penkasi oqartiruvchi. Bundan zakaz qildim. Mana 130 mingdan. Anvani Gyaluron Pantanol penkasi 140 mingdan. Frudiani mana yangi SPFlardan porali yuzlarda poralarni aniq baza bo'lib beradi. To'ldirib beradi. Undan keyin anaqa makiyaj qilsangiz chiroyli tekis turadi.
bundan keldi 90 mingdan. Centella'ni kremi polniy seriyasi bor. Mana buni ham hidrofilkasi kremi. Keyin mana bu penkasini ham ko'p sotganmiz. Sirtka bilan toner naryoqda bo'lishi kerak. Keyin mana bu nabor haqida ham aytmoqchi edim. Doktor nabori. Qaranglar, mana shu kremini o'zim sotganimizda 250 mingdan 80 ml kremini bu qurg'izlarga zo'r tushadi. Zo'r namlantirib beradi. Zo'r dengiz suvi borligi uchun shunaqa narsalar qo'shganki, yuzda zo'r nima deydi, lipidlarini, suv balansini tiklab beradi. Mana bu hozir ichida ikkita 250 mingga ikkita olasiz. Ham 80 ml kremga plus 20 ml, 100 ml kremda olasizda. Xohlasangiz bunisini alohida, bunisini alohida 200 ming, bunisi 50 ming qilib ham shunaqa qilib ham qo'yib qo'ydim. Masalan, nabor qilib, bundan mana 4 dona boshqa chiqmaydi. Bu ham Olive Young degan magazindan. G'irt Koreya uchun, Koreyaning aholisi uchun mana chiqarilgan narsa. Buni haligi bir xilgi narsalarda zavodidan mana misol uchun mana Nature Republicda zavodidan shibatirda olsa bo'ladi-da, mana zavodidan Primo degan ofitsialniy mana sayti korobkasi bilan shunaqa bo'lib kelgani. Bu Olive Young magazini uchun chiqarilgan. Shunaqa bo'lib, naborchik bo'lib. Bundan keyin yana xohlasam shibatirdan yana necha korobka, xohlasam 100 korobka zakaz qilishim, lekin bundan xohlasam zakaz qila olmayman. Chunki bu limitированный degani o'sha qanchadir nima vaqt uchun chiqarilgan kolleksiya bo'ladi-da, shunaqa. Shuning uchun bunaqa narxda olib qolinglar, keyin bo'lmaydi. Celtoxin Medipil'da ko'z atrofiga kremi bundan kelgan edi. Anvani toneri 77% shaftoli. Buni korobkasi oldin boshqacha edi. Endi dizaynlari o'zgarib, tezda Anva 1 yilda 3 marta dizayn o'zgartiradigan, eng ko'p o'zgartiradigan brend bo'lsa kerak. Shaftolilik, niasinamidlik oqartiradi. Esa ordinaryni glikoliy kislotalik yuzda ugrisi bor yoki shunaqa har xil oq nimalar toshiydi-yu. Shu narsa silliq qilmoqchi bo'lsangiz, mana shu tonerda yuzingiz sezuvchan bo'lmasa, har kuni kech paytga ham ishlatsa bo'ladi. Medipil'da mana bu yangi chiqqan Pederin kremidan keldi. Exosom Pederini bor, peptidi bor, lotus gulini ekstrakti bor, ajinlar bilan ishlaydi. Xo'p, bundan keldi. Keyin Centella'ning penkasi 130 mingdan, AHA Cosrx toner 150 mingdan, ugri va vitamin C bor oqartirishga ishlaydi. Keyin bu yerda poralarga qarshi Centella nabori, toneri, sirtkasi, kremi naryoqda bor adashmasam. Mana bu penkachasi BH 204da Centella, hammasi Centella-yu, lekin har xil anaqa. Bunisi choy daraxtli, bunisi ugrilik, ugriga moyligi bor, kombinirованный yog'lilar uchun. Selimaxning noni ekstrakti tinchlantiradi. Yuzda ham qizarishlarni oladi, ham kollageni bor, har xil направленияda ishlaydi. Mana bu kremi, yuzni tiklovchi noni toneri. Buni komplekt qilib olsalar ham bo'ladi. Shilliqurt Cosrxda essensiyasi keldi. Shu essensiya haqida ham otзывlar ko'p yozishadi. Haqiqatan ham zo'r narsa. Shilliqurt yuzda tiklab beradi. Kremidan keyin mana shu 3tasini уже занят qilishgan. Cosrx mana shu patchidan bittasini o'zim olib qo'yishim kerak. Yo'q, bu yo'q. Shartta bitta ugri chiqib qolsa, mana shu patchini bitta yopishtirib olsalaring, shu ugri tez o'tib ketadi. Yaxshi narsa. Bittasini olib qo'ysalaring, shunaqa ugrisiz ko'p chiqmaydi, lekin goh-gohida chiqib tursa. Mana buni ham o'zim ham ishlatib ko'rmoqchiman, chunki termozashitam kam qolgan. O'rganib qolibman shunaqa narsalarga. Boshida faqat oldin shampuin yubordim, hozir balzam ishlatib, yana shunaqa narsalar ishlatsam, keyin sochim shunaqa o'zi silliq, undan ham battar silliqlashib mazza bo'ladi. Bu shunaqa narsa. Dazmol ishlatadiganlar, fen ko'p ishlatadiganlar, ayniqsa dazmol. Обязательно termozashitda ishlatib, keyin dazmolda qilsalaring sochlaring kuymaydi. Qaranglar, bu pushistini oladi, sochda pushistli bo'ladi sochlar. Anaqa ishib ketadi, shuni silliq qilib beradi. Buni videolar bilan tashladim. Likato rossiyskiy brend qizlar, koreyskiy emas, shuning uchun ruscha yozilgan. Lekin shu hamma narsasi zo'r deya olmayman. Shu zo'r narsalarini o'zim tanlab zakaz qilganman. Ekolo shampuindan yana keldi. Bu bez sulfat shampuin, zo'r shampuin. Shuni mana bu yerda sinib qolgani bor edi. O'zim idishimga quyib oldim. Endi ishlataman o'zim. Mana buni ham ko'pchilik so'ragandi, EcoPure shampuini.
Vitaminlar rosa ko'p ichida, qaranglar. Qanaqa kinova, o'simliklardan 94% o'simliklardan qilingan. Bez sulfatni 150 ming turadi, 700 ml. Argan yog'i, aloe vera, banan, kinova, babasu, zaytun, rozmarin bor. Mazza narsa. Atirga qaranglar, zo'r atir keldi, Aydal. Aydal atiri Lancome'dan. Вообще hidi приятный, massa. Super нежный, 1 millilitri 2. Ishqilib 1 millilitrdan ko'proqda 1.2 bo'ladi. Shuncha ichida. Anaqa probaga ishlatib ko'rgan rosa yaxshi baynat. Miniaturlar ham ko'p so'raganlar uchun. Keyin choy daraxti Dabona penkasi, Dr. Siracolda kremi, Centellani bu toneri, BH kislotali, mana bu hammasi yog'li kombinirованный yuzlarga zo'r. Mana bu penkani ham so'rashyapti. Beryoza sok bundan keldi, Centellani toner oqartiruvchi. Buni aytmoqchi, yarim ham qilib beramiz bo'lib. Idishchalarimiz bor, 100 ml qo'yib, yarim narxda faqat idishchamizga 5000 qo'shib beramiz. Toner Dr. Siracolda choy daraxt. Bu ham ugrilik, yog'li yuzlarga zo'r. Bu hamma yuzga yaxshi, qirg'izlar ham zo'r maza qilib ishlatishadi. Karboksiterapiyamizdan keldi. Donalab ham sotamiz, pachkalab ham sotamiz. 280 mingdan, donalab 65 mingdan. Bu yerda zakazlar yig'ilib, terilib hal. Ishimiz ko'p, shuning uchun vaqt bo'lmayapti. Tezroq obzor qilsak, tezroq bu xonani bo'shatamiz. Ishlagani stolda ham joy qolmadi. Beauty Joys'da original SPF kremi. Bez korobka zavoddan chiqarilgani. 150 mingdan. Mana bu Round Lab SPF. Bu ham original 100%. Keyin bitta narsa aytmoqchi edim. Bu hammaga tegishli. Biror narsa olsalaring, misol uchun qaytarib olish bizda unaqa xizmati yo'q. Oldilaringmi, yoqadimi, yoqmaydimi, hidi yoqadimi, yoqmaydimi? Misol uchun biz uni qaytarib olmaymiz. Shuni ham e'tiborlaringga oling. Hech kim hech qaysi kosmetikani qaytarib olmaydi. Shuning uchun har bitta narsani zakaz qilayotganda o'ylab zakaz qilinglar. Mabodo bizni aybimiz bo'lib, mana misol uchun strogo eskilarni jo'natmang. Bu yangi. Strogo eskisini jo'natib qo'ygan bo'lsak yoki shunaqa vaziyat bo'lib qolsa, endi bu aybi bizda bo'ladi. Qaramasdan jo'natib yuborgan bo'lishimiz mumkin bo'ladi. Shunda qaytarib olamiz. Lekin strogo yaxshi original bo'lganda jo'natib bermaymiz. Mana bu yerda shtrix kodlar bor. Programmaga Play Marketdan shunaqa programma rosa ko'p. Shtrix kod programmatsiyalar chiqadi. Shuni olib urib ko'ringlar. Men misol uchun Liboy sotgan narsamizni originalligini isbotlab beraman. Qarasini tashlab bersalaring, misol uchun. Keyin misol uchun buni oldilaring, dezodorantda. Bundan ham zo'r dezodorant o'zim ishlatganman. Keyin menga shuni hidi yoqdi. Sizlar endi menga ishonib oldilar. Lekin sizlarga hidi yoqmadi. Biz buni qaytarib olmaymiz. Chunki odamda hammani hid bilishi har xil. Shunaqa hidga allergiyalar bo'lsa, umuman onlayn olmanglar. O'sha joyga borib, ochib, hidab, ko'rib, yoqsa hidi keyin olinglar. Shunaqa vaziyat bo'ldi. Bitta SPF'ni olib, bitta klientimiz 1 oy saqlab turib, 1 oydan keyin hid yoqmadi menga. Bunaqa deb yozyapti. Biz sizni hidingizga biz javob bermaymiz. Biz hamma narsani ochib, misol uchun mana buni men ishlatganman, hidi deyarli yo'q. Xo'p. Mana buni ishlatganman, buni ham hidi deyarli yo'q, lekin menga normalniy hidi. Dr. Siracolda choy daraxti, Centella SPF bor. Ana shuni hididan o'tlarni hidi keladi. Menga ham shu jicha yoqmagan, lekin ishlatganman. Chunki surganingizdan keyin 5 minutdan keyin shu o'tni hidi umuman chiqib ketadi. Любой narsani SPF surgizmi 5 minutdan keyin hidi yo'q bo'lib ketadi. Havoga ispareniya bo'ladi. Lekin bizga 1 oydan keyin voy unaqa edi, bunaqa edi, hid yoqmayapti deb u qilib yozmanglar. Biz qaytarib olmaymiz. Keyin buni ichiga biror narsa, balkim siz o'sha biznikini boshqasiga almashtirib aytayotgandirsiz. Shunaqa ham bo'lishi mumkin. Yoki bu 100 narsa. 100 narsaga har xil odamlar bor. Har xil, biz hammani bilmaymiz. Biz faqat Alloh biladi qanaqaligini. Ichiga birorta narsa qo'shib qo'yib, shunaqa nimalar ham bo'lganda, shunaqa vaziyatlar bizda bo'lmagan, lekin eshitganmiz. Kislota bir nimalar qo'shib, shunaqa g'arazli odamlar ham bo'lishi mumkin. Biz qattan bilamiz. Sizlar unaqasizlar demoqchi emasman, lekin shunaqa bo'lishi mumkin. Shuning uchun unaqa hidlarga allergiyalaring bo'lsa, onlayn olmanglar. Keyin Dabona organik penkasi keldi, organik yog'lik.
Keyin kollagenli penkamiz keldi. 70 mingdan byudjetni. Xurum kollagenlarimiz keldi. Bu keldi degani bu sotilib bo'ldi, tugadi desa ham bo'laveradi. Ya'ni yangisi kelsa, hozir bular уже не в наличии. Bugun o'zi 3 kishi yozgan. Mana bu lekin наличие ozdiruvchi kollagen. Vitaslabniki 1200 dozada, tarkibi halol. Просто tekshirganmiz tarkiblarini. Halol odamlar bizga jo'natib berishadi. Glyutatsion bor va tarkibida oqartiruvchi xususiyati ham bo'ladi bunda. Keyin mana buni yuz kremini ham ko'rsatmoqchi edim. Ko'z kremini zakaz qilsam, yuz kremi kelibdi. Ajinlarga qarshi rosa so'rash ham. Donalab olsalaring bo'ladi. 4000 so'm turadi dorani. Misol uchun 10 ta 20 ta olsalaring yuzi zo'r tiklab beradi. Shunday mana bittasini 2 marta ishlatsangiz bo'ladi-da. Agar imkonim yo'q, qimmat narsalar olgan desangiz. Dafti haqiqiy amerikanskiy versiyasi mana bu. Imенно Amerika uchun chiqarilgandan keldi. Buni grammi katta. 74 gram. Ishlataverib, 1 yil ishlatasizlar. Sovunli versiyasi. Rostdan fresh deb yozib qo'ygan. Haqiqatan ham fresh. Свежесть hidi keladi. Yana nima qoldi? Bu yerda Beauty Johnson'da SPF keldi yangisidan. Bu yana 175 mingdan. So'roqlari 27-yilgacha 175 ming aytdim. Keramik toner tugadi buni. Buni hozir 3 kishi bor edi. Bu qimmat toner. Shuning uchun ko'p zakaz qilmayman. Kim zakaz bersa qilaman. Keramikli 295 ming turadi. Ham serum toner deyapti, ko'ryapsizlarmi? Serum ham tarkibida borligi uchun yuzni zo'r tiklab bergani uchun o'zi doktor javob qimmat bilasizlar. Mana bu tushdan o'tgan yil ishlatardim o'zim. Rosa yoqqanda, keyin zakazga topa olmay qoldim. Mana yana Princess shu shotkasi ham zo'r olib chiqarmayapman. Kanalga qo'yib qo'yganman. Bemalol kirib ko'rasizlar. Keyin mana bu SPF-dan 45 mingdan nimani SPF. Round Lab'da 100 asok SPF keldi. Buni ham olsalaring bo'ladi. Probaga birinchi kichkina. Hamma SPF kichkinasi chiqmaydi, ana shuniki ham chiqib qolgan. Mana bu Secret byudjetniy, populyarni bo'layotgan SPF'lardan ton beradi yuzga, oqartirish bor. Grammi ham zo'r. Yuzda yengil turadi, himoyasi ham yaxshi. To'g'ri bunaqalarda 2-3 soatda yangilashingizga to'g'ri keladi, lekin 2-3 soatlikdan yaxshi baribir. Uyda bo'lsangiz ham bemalol hovlida ish qilganingizda surkab olsangiz bo'ladi. Grammi ham ko'p. Narxi ham yaxshi. 75 ming adashmasam. Kecha yangi kelgan. Mana bunaqa lyuksovый SPF'imizdan keldi. Herani buni kichkinasidan sotgandik. 15 ml mana shuni kattasi keldi. Bu ham bu nimaga qimmatroq? Endi qimmatroq emas, normalniku narxi. 27-yil. Buni tarkibida nima? Yuzni parvarish qiladigan vositalar ham birga qo'shilgan. Shuning uchun lyuksoviylar shunaqa qimmatroq bo'ladi. Doktor Capone CC kremiga o'xshash CC krem birga bir yuradigan Doktor Hedisonda CC kremi. CC krem bilasizlar, oq bo'ladi, yuzga surganingizda keyin moslashadi. Shundan ham keldi. Narxi 200 ming. Bu o'zi qimmatroq, lekin shu skidkada hamma yo'g'onlar ham bor, skochlar ham bor, original. Срок годности 27-yil. Shuni CC kremdan keldi. Yuzda yengil chiroyli bo'lib turadi. Kera kushoni eng qimmat kushonlardan o'zi Kera Lux bo'lgani uchun buni ham tarkibida yuz parvarish qiladigan vositalari borligi uchun qimmat. Zapaskasi o'zi mana bu yerda bitta 3 ta qoldi shekilli, уже olishni boshlashdi. C21 rangi bu eng universal rang. Oq emas, qora ham emas, o'rtacha rang. Hammaga tushib ketadigan. Endi o'ta qoracha bo'lsangiz tushmaydi, keyin o'ta oppoq bo'lsa ham tushmaydi. O'rtacha ranglarga tushadi. 21 desa ham bo'ladi-da. Bizda nima tilda 21-nomer. Pakovkasi ham o'zi lyuksovый. Ochib oling.
Mana idishim ochib oldim, bir nima qilib qaranglar, idishim cho'tki. Bunday ochsangiz ham lyuks narsa ochganingiz bilinadi-da. 400 mingdan sotishganini ko'rganman. Hozir bizga yaxshi chiroyli narxda 330 mingdan keldi qizlar. Mana shu 3 dona qoldi. Zapaska qilib olsalar ham bo'ladi. Xohlasalar idishligini, xohlasalar ham zapaskasini. Zapaskasini ichida bunaqa sponjika bo'ladi, обязательно sponjika bor. Ichidagi narsasi bor. Mana qora turibdi-ku, mana bu qorasi bor. Mana shu bunday olingan. Misol uchun sizga oynaga kerak bo'lmasa, uyda ishlatsangiz, uyda ishlatib ko'chaga chiqasiz, zapaska olib ko'rsangiz ham bo'laveradi. Narxlarini chiqarib qo'yganman.